O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-iyuldagi yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga muvofiq mamlakatimizda ot sporti turlarini yanada rivojlantirish, yangi avlod chavandozlarini tayyorlash va tarbiyalash, yoshlar o'rtasida ot sportini faol targ'ib qilish va ommalashtirish maqsadida Milliy gvardiya tizimida Chavandozlar maktabi tashkil qilinib, 2022-yil 1-martdan o'z faoliyatini boshladi. Milliy gvardiya Qashqadaryo viloyati Chavandozlar maktabida ham yoshlarni ot sportiga qiziqishini oshirish hamda yangi avlod chavandozlarini tayyorlash va ularni jahon miqyosiga olib chiqish maqsadida bir qator xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Belgilangan grafik asosida vohadagi umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari va murabbiylarining muntazam tashrifi yo'lga qo'yilgan. Unda o'quvchi yoshlarga otlarning yashash tarzi, qaysi zotga mansub va qaysi sport turiga mo'ljallanganligi bilan tanishtirilib o'tiladi. Ma'lumot uchun Chavandozlar maktabida Qorabayir, Axal-Tekkin, Yevropa issiqqonli Ganover zotli sport otlari va Shotlandiya ponisi parvarishlanadi. Shuningdek, muassasada ot bilan davolash faoliyati ham yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu ipoterapiya xizmati deb ataladi. O'zgarishdan orqada qolgan bolalarimiz bilan hozirda sog'lomlashtirish, ot ustida ipoterapiya mashg'ulotlarini olib boryapmiz. Bu yerda 2 yildan beri ish olib boryapman va mana shu sog'lomlashtirish reabilitatsiya markazidan kelgan 50 ga yaqin bolalarimiz bilan ish olib bordik va bularda o'zgarishlar, natijalar bo'lib kelyapti. Bolalarimiz sog'lom hayotga tayyorlab, ularni sog'lom bolalar o'rtasiga qo'shishga harakat qilmoqdamiz. Shuningdek, maktabda obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borilib, o'quv bino, manich yon atroflariga 1000 ga yaqin mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekildi. Bu esa tashrif buyurgan har qanday kishiga otlar bilan birga yashil olamga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda tabiat uyg'unligini o'zida mujassam etadi.